65 litr yonilg'i polniy bak bilan nafaqat Xorazmga borib, balki qayta oladigan 2000 kilometrdan ko'p masofa bosadigan BYD dan yangi model Sil 6 ni bugun qisqa obzorini ko'rib o'ramiz. DMI gibrid tizimining 5-avlodi hisoblangan bu mashinamiz 1.5 atmosferli dvigatel bilan jihozlangan va 100 kilometrga 3.4 litr benzin sarf qiladi. Tashqi ko'rinishi BYD Hanga juda ham yaqin bo'lgan bu avtomobilimizning yukxona qismi 5.4 litr hajmga ega. Shinalarimiz 225 ga 50 R18 razmerda, diskalarimiz bo'lsa sport ko'rinishda, o'zingiz bir baho berasiz. Tashqarida katta panorama tom, besklyuchovoy do'sti va 360 kamerani ham ko'rishingiz mumkin. Rasmiy dilerlardan avtomobilingizni to'liq xil rangda, oq, qora, kulrang va ko'rib turgan havo rangda xarid qilishingiz mumkin. Salon rangi asosan ko'rib turganingizdek qaymoq rangda va to'liq qora rangda bo'ladi. 7 kilovat hamda 23 kilovatli GBT quvvatlash portiga ega. Asosiy panel 8.8 va undan tashqari 15.6 dyumli sensorli ekran. Va undan tashqari HDAP display, multi-rul, cruise control va simsiz quvvatlash porti. Shu joyiga maza qildim. Bar konsolidagi muzlatgich nafaqat -6 gacha muzlatadi, balki +50 gacha qizdirib beradi. O'rindiqlarga keladigan bo'lsak, sifatli eko charmdan qilingan. Old o'rindiqlar ham isitadi, ham sovutadi. Orqa o'rindiqlar bo'lsa faqat isitish funksiyasiga ega. Narx qiziq bo'lsa, video opsiyaniyasida qoldirganmiz.